Kafengizga kelgan mijozingiz qayta kelish xohlaysizmi? Unda mana shu stulni oling. Chunki mehmoningiz qulay stulga bir marta o'tirdimi, bu ovqatni emas, komfortda eslab qoladi. Ishonmasangiz, bitta o'zingiz sinab ko'ring. Bu jardin stul, yengil, lekin mustahkam. Orqasi qulay. O'tirganda odamni charchatmaydi. Bu chet elniki bo'lsa, rasa qimmat deb o'ylayapsizmi? Yo'q, adashasiz. Bu import tovar emas. Bu o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Treat Mebelni eshitganmisiz? Jardin stul aynan Treat Mebelda ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda 700 dan ortiq restoran va kafelarda aynan Treat Mebel stullardan foydalanishadi. Chunki bu yerda yengil, og'irlikka chidamli, bukilib qolmaydigan, uzoq yillar xizmat qiladigan sinovdan o'tgan stullar ishlab chiqariladi. Narxlari ham qimmat emas. Shuncha sifat va kafolatga ega bo'lgan jardin stulini olsangiz, keyingi mijoz, keyingi safar yana shu qulaylikni izlab, sizni kafengizga aniq qaytadi. Ishonmasangiz, o'sha gap. Kelib bitta sinab ko'ring. Manzil qayerda deysizmi? Toshkent shahrida ikkita filialimiz bor. Birinchisi Beruni Atlas Mebelda, ikkinchisi Maxtumqulida Arka Mebel ichida. Kesak sotuv menejerlarimiz stullarimiz haqida to'liq ma'lumot berishadi.